Toshkentimizda yagona bo'lib turgan xonadonimizga tashrif buyurdik. Bu uyimizni hozirgina sotuvga chiqdi. Aynan siz hozirgina birinchi bo'lib bu uyimizni ko'rayotgan bo'lasiz. Aziz o'rtoqlar, juda ham chiroyli, Yunusobodda joylashgan, shundoqqina Iqtisodiyot universitetining orqasida joylashgan Barokko turar joy majmuasidagi 6 xonali juda ham katta dupleks uyimiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, balkon qismi ham juda ham chiroyli qilingan. Besedishli zonalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa mehmonxonamiz, lounge zonalari yaxshi yong'oqdan qilingan. Jurnalning stoliklari, televizor zonalari, dekorlarimiz bu yerda bo'lsa mehmonlarimiz uchun yaxshi qimmat turetskiy stol-stullarni joylashtirib qo'yishibdi. Aziz o'rtoqlar, uy men o'zimga ham juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli qilinganiga ta'mirlari ko'rsanglar bo'ladi. Bu asosiy kirish eshigimiz. Kirganimizda chap qo'lda bizani sehrli xonamizni kutib oladi. Juda ham chiroyli aziz o'rtoqlar, ayollarimiz uchun hamma sharoitlarni ideal qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishibdi. Qimmat yaxshi mebellarni joylashtirishgan. Bu yerda bo'lsa ikkita kamerali muzlatgichlargacha joylashtirishibdi aziz o'rtoqlar. Bu yerdan zina orqali ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Bu yerda bo'lsa ko'rsanglar bo'ladi, umumiy hojatxonamiz alohida qilingan. Uyimizda 4 ta sanuzil mavjud. Bu yerda kattalar yotoqxonasi bor, shkoflari, televizorlari, yotoqlari, hamma sharoitlari konditsionerlarigacha qo'yib qo'yilgan. Balkon qismimiz ham bor aziz o'rtoqlar. Uyimiz Barokko turar joy majmuasida joylashgan, juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan, shaharimizning markazi desak ham bo'ladi. Bu bizning master yotoqxonamiz. Qaranglar, juda ham chiroyli ranglardan foydalanilgan, qandillarigacha did bilan tanlab o'rnatib qo'yishibdi. Balkon qismlari ham bor o'zini, bu yerda shkoflari, bu yerda bo'lsa o'zini sanuzil qismi ham bor aziz o'rtoqlar. Juda ham chiroyli xonadonimiz bo'ladi. Narxini oxirida aytib o'taman. Kvadraturasi ham juda ham zo'r, 224 kvadratdan tashkil topgan uyimiz. Ikkinchi